Qani bismillahirrohmanirrohim. Aytmaysizlarmi suvda tandirdaligini. Jizzax somsa faqat Jizzaxda qilinadi deb o'ylasanglar, adashasizlar. Toshkentda ham haqiqiy Jizzax somsa bor ekan. Ketdi, yeb ko'ramiz. Bismillah. Mana qaranglar. Bu somsami yoki ichi to'la go'shtli qozon qovoq? Somsani umumiy og'irligi yarim kilo somsa tasavvur qilinglar. U ham boshqa gap. Mana bu go'shtini qaranglar, xil pishgan tushonga bo'lib ketibdi. Somsaga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Agar bu menga ko'plik qiladi desanglar, kichkinarog'ini ham bemalol olib yesanglar bo'lar ekan. Somsaga bitta like ko'ramiz endi. Qolgan ovqatlar nima deyapti? Oyimlarcha yoshliklarida hozir ham bor, u bitta joyga borib tamaka yeyishardi deb qo'y. Shu yergacha yesang mazza qilasan deb. Haqiqatan tabakani butda yaxshi qilishar ekan, mazasi zo'r. Sariyog'ga qovurishar ekan, umuman hidi kelmayapti. Lekin bitta nosi bor, menga tuzi pastlik qildi. Qolgan narsasi juda ham yaxshi. Men tushunmadim, nimaga gupillab qozon kobilardan qo'y hidi kelyapti? Azizaga o'z qo'y go'shtidan-ku. Ha, voy aytgancha. Qozon kob qo'y go'shtidan. Hazil bilan go'sht idealni yumshoq pishgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Menga yoqdi, lekin o'sha gap qo'ydan bo'lgandan keyin qo'y hidi kelyapti. Lekin qozon kobga qo'shib achishni ham yevorsanglar, tuzlarni sepib boshqacha. O'sha gap o'xshaydigan odam yo'q. Xullas, fikrimga keladigan bo'lsak, moljas mazasi zo'r, lekin kesilish shakliga ozgina e'tibor berish kerak. Bir tekisda bo'lsa, yanada chiroyli chiqadi. Qiyma yaxshi, lekin ozgina menga charvana mazasi sezildi har doimgidek. Jigar zo'r, lekin xayol qatda shashlik qilganlar nima kuyib ketgan. Baliqlar Xorazmdan kelar ekan, lekin baliqqa qo'shib Xorazmdan imенно shu baliqni pishiradigan odamni ham tutib kelgan ekan. Hasalashyapman. Lekin pishiradigan odam ham Xorazmdan ekan. Fikrimga keladigan bo'lsangiz, qirsildon, hidi yo'q, tuzi joyida. Lekin bundan ham ko'ra boru menga mangalda pishgan sazan вообще yoqdi. Mana qaranglar, nejniyligini, shunday limonni siqasizlar, menga o'xshab qolasiz. O'sha gap. Qiz bolani farosatini tekshiraman sizlar. Lag'monxonaga albatta olib boringlar. Lozjonlari bilan. Xullas, xamir chotki, qalingina, yaxshi. Lekin meni bitta narsa qiziqtiryapti. Ana butun sola qolmabsizlar-da, bolgarskiy nima bunaqa qotdi. Lekin mazasi yaxshi. Shuncha yegan narsa ham kamida 4-5 kishiga yetadigan narsa arzimagan 710 ming so'm bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar? Qimmatmi arzonmi? Xullas, milliy taom desa, ko'zingizlarning oldiga faqat milliy taom kelmaydi, endi Jizzax taomlari ham keladi. Bu Jizzax milliy taomli ekan. Shunda Qumaroni mostiga yetmasdan Shodiyona to'yxonasi bor ekan, shunda yonida ochilishgan ekan. Somsaga haqiqatan gap bo'lishi mumkin emas. Ovqatlarning ustida ozgina ishlash kerak, ya'ni podachasi, mazasini ustida emas. Umumiy olganda menga juda ham yoqdi. Kommentariyada yozinglar. Sizlar Jizzax somsasini yeganmisizlar, yo'qmi? Jizzaxliklar podдержканы kutamiz. Keyingi safar qatga boramiz va qatda obzor qilamiz. Like, podpiska. Hali ham tekin esdan chiqmasin.